Assalomu alaykum hammaga xayrli tong. Bugun men kechagi kun savolini tahlil qilib bermoqchiman. Savolimiz bizda tarkibida 60 litr suv bo'lgan suv va neft aralashmasi tarkibidan 15 litr neft ajratib olindi. Qolgan birikma tarkibida 4% neft qoldi. 60 litr aralashgan tarkibida necha foiz neft bo'lgan? Xo'p, birinchi bizda suvli va neftli aralashmamiz bor. Bunun tarkibida 60 litr suv bor. Ya'ni M suv 60 litr va neft bor ichida. Va bundan 15 litr neft ajratib olinyapti. Ikkinchi holat kelyapti-da. M neft minus 15 litr bo'lyapti. Suvda kilogramm o'zgarmayapti. O'shani deyapti, ikkinchida neftning miqdori 4% deyapti. Xo'p, birinchida neftning miqdori necha foiz? Savol shundan iborat. Xo'p, topadigan bo'lsak, xo'p, birinchisidan, ya'ni bunda ikkinchi qiymatda neftning miqdori bizda M neft minus 15. Bu yerdagi umumiy massa esa, xo'p, suvning miqdori 60, neftning miqdori M neft minus 15. O'zi 4% ekan. Ko'paygan 100 teng 4% chiqar ekan. Mana shundan biz M neft topolsak bo'ladi. Xo'p, bular qisqartirsa 25. Bu qismni mahraj tomon ko'paytirib qo'yamiz. Biz javob chiqadi. Xo'p, 25 M neft minus 375 250 125 to'g'ri. Xo'p, bizda M neft plus 45 degan ifoda kelib chiqib turibdi. M neft bu yoqqa, sonimiz bu yoqqa. 24 M neft barobar 422. Bundan neftni massasini topish uchun 420 ni 24 ga bo'lib qo'yamiz. 420 ni 24 ga bo'lamiz. 1 bo'ladi 24, 8 1 0 bo'lsa 7 bo'lsa bo'lar ekan. 28 2 16 2 1. Xo'p, yana butun 0 qilsak, butun 520 to'g'ri ekan. Ya'ni bizda neftning miqdori 17,5 litr bo'lgan ekan. Boshda 17,5 litr bo'lgan mana bu yerda. Va bizda 15 litr olingandan keyin 2,5 litr qolyapti. Xo'p. Aytyapti, birinchida deyapti, neft ulushi qancha deyapti. Ya'ni bizda umumiy smesni massasi 17,5 qo'shilgan 60 75 77,5 litr. Bundagi neftni ulushi bizda 17,5 litr. Xullas bizda 17,5 77,5 ni qancha foizini tashkil qiladigan savol. Buni topish uchun 17,5 ni 77,5 ga bo'lib 100 ga ko'paytirib qo'yamiz. Ya'ni 175 bo'lingan 775 ko'paygan 100. Xo'p, 25 ga qisqartiradigan bo'lsak 4 7 28 31 ekan. Javob 700 taqsim 31. Agar 731 ga bo'ladigan bo'lsak, xo'p, 2 62 8 0. 2 62 18 qoldi ekan. Ya'ni bu chiqyapti 22,18 taqsim 31% ni tashkil qilib turgan ekan. Ya'ni buni taqriban 22,6 deb olsak bo'lar ekan. Ya'ni taqriban 22,6. Xo'p, Abdulla shunaqa javob olgan, ya'ni taqriban 22,6 degan javob olgan. Xo'p, bizda kecha 10 dan ziyod javoblarimiz kelib tushdi va ularning ichida to'g'ri javoblar bir 6 ta, 7 tasi to'g'ri. Ulardan eng birinchi to'g'ri javobni yo'llagan Abdulaziz bo'ldi va bugun biz g'oliblikni Abdulazizga beramiz. Abdulaziz. Xo'p, siz ham harakat qiling. O'sha kunlik savollar to'g'ri ishlashga, Xudo xolasa. Xo'p, ro'za oyining oxiriga masalan 7 kun qoldi, 6 kun, 7 kun. Oxirigacha harakat qilsangiz, hammada hozircha imkoniyat bor. Xo'p, bizning bir yaxshi sohamizga ega bo'lishingiz mumkin. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Kuningiz xayrli o'tsin.